Hozirgi ko'pchilikka ma'qul bo'layotgan ushbu qandalimizni mana shu suratga qarab yig'a olasizmi? Yo'q desangiz, bu video siz uchun. Qani ketdik. Qo'limizga ambarni olamiz va ishga kirishamiz. Shoxlarimizni rezbalarini yeyilib ketmasligi uchun ehtiyot qilib buraymiz. Mana patronlarimizni ham qotirib bo'ldik. Endi gal diodlarimizga. Endi gal montajimizga. Patronimizdan chiqqan simlarni ikkiga bo'lib olamiz va driverimizdan chiqqan bir xil rangdagi simga bog'laymiz. Ikki xil rangdagisiga emas, shunisiga diqqat qilamiz. Patronlarimizni ulab bo'ldik. Endi gal qandalimizni заводской diodlarini ulashga. Driverimiz va shoxlarimizdan ikkitadan sim chiqqan bo'ladi. Biri ikkinchisiga kiyiladi. Ularni zo'riqtirmagan holatda bir-biriga ilon izi qilib bog'lab chiqamiz. Va oxirida birinchi boshlangan joyga driverimizga yana qaytib kirib ketadi. Qandalimiz tayyor, uni tekshirish qoldi xolos. Mana yoqib ko'ramiz. Oq yonadi, limon yonadi, sariq yonadi. Va patroniga lamchi qo'yganmiz. U ham qo'shimcha yorug' bo'ladi. Va buni kolonkalari ham bor. Bluetoothga telefoningizni ulab, u narsa eshitsangiz bo'ladi. Pultdan o'chirib yoqib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Siz bilan qandilchi bo'ldi. Ushbu qandilimiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini bosib keting. Biz sizga uni narxini, qanday xonalarni yoritishni va undan katta hajmlarni tanishtirib ketamiz.